Ana endi siz ham offroadchi bo'lsangiz bo'ladi. Suzuki Jimny haqiqiy yapon brendini rostakasim gelikka takoy ukasiga o'xshagan apparat 4 ta balon tortadi. Bu mashina offroadchilar orasida juda mashhur. Umuman yo'l joylarga ham chiqib bu uje sinovdan o'tib bo'lgan. Nafaqat o'zbek offroadchilar, butun dunyoning offroadchilari ham bu mashinani yaxshi ko'rishadi. Ya'ni offroadda erkatoy modeli desak bo'ladi. Shu mashina poli offroad uchun tayinlangan ekan, ko'rasiz, takoy naveslarigacha, libyotkadan tortib ходовой частьlar poli amortizatordan tortib pelarigacha usilit qilingan ekan. Даже motorlargacha usilit qilingan ekan. Mana qarang, rostagasi любой yo'lga kirib ketadi. Buni kichkinaligi 2 kishilik deb o'ylamang. Yo'q, bu 4 kishilik ekan. Даже bu mashinaga takoy ratsiyalargacha qo'yib qo'yilgan. Bu mana statsionarli antennalargacha bor, projektor hamma narsasi bor. Bu mashina xullas sinovdan o'tib bo'lgan. Siz ham rostagasi offroadchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan shundan boshlab olsangiz bo'ladi. Chunki narxi ham bir 50-100 minglik mashina olishingiz shart emas. Aynan o'sha Pradolar, aynan o'sha даже geliklar chiqadigan yo'lga shu mashina ham chiqib ketaveradi. Jeep kiradigan yo'llarga ham bemalol kirib ketaveradi. Chunki videolarini ko'rdim, bu mashina yurgan yo'llarini ham ko'rdim. 22 ming ekan probegi, kraskasi toza ekan, 1,5 litr motor va offroad uchun hamma rejimi bor. Повышенный rejimlari, bu avtomat korobka ekan. Buni mexanik korobkalari ham bor. Rejimlarning ko'pligini ko'ring. Aydod, mana shirinligini qarang. 22 ming probeg, kraskasi toza, 2023-yil, apparat bir eshitilyaptimi? Voy, hozir oyga ulanib qolmang, odiylar bilan gaplashib o'tirmang. Bitta like bosingda, hamma yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Qani endi agar pulingiz yetmasa 3-4 ta og'aynilar tashlashib bosib yuborsangiz, siz ham xohlagan paytingiz offroad dala dashtlarga chiqib kelib, ovlaga ham chiqib yurursiz bo'ladi bu apparatda. Takomda suvlarga tushishga mo'ljallangan, gulishdan tepalarga ham chiqarib qo'yilgan ekan. Ya'ni juda ko'p narsalarni qo'shilgan. Mana ko'rasiz, lapatka, tom, yana bagajda undan tashqari ko'p narsalarni ko'rdim. Bu narsalar nima ekan? Yana qanaqadir palatkaga o'xshagan narsalar. Voydod, xullas mehr berilgan, pulli ham tiqilgan. Siz uchun tayyorlab qo'yilibdi-da. Srochniga shu apparatda, bolasi buni ish pul bosib yuboringlarga. Hojizodaga olib beringlarga. Oxir payt nimadan maza qilishni bilmayotgan bo'lsalar, mana shunaqa mashinadan haydab, yo'l joylarga borib, yo'l tanlamas mashinada bemalol yuraveradilar. Srochniga 28.900 ga ko'ndiralik. O'zingiz xattanlar olib kelib, bunaqa holatga keltirib tayyorlashingizga qancha umr, qancha pul ketadi. Mana tayyor turganda bosib yuboring. Tem bo'li rangi, shuni любой odamni o'ziga qaratadigan rang ekan.